Hayırlı kün dostlar. Bik motor beyram ekan bugun bilmay qolmag'iz. Unda bo'lsa qoboq kuni belgilab o'tdilar. Bizning xalqimizda qoboqni bik hurmatliymiz. Hurmatlab kuni qolmaymiz, bik yoratamiz biz ana. Mana radio tinglovchilarimizdan kelgan bunda xabarlarni qarab o'tiram. Qoboqni shu qadar yaratalar, qoboqdan nindigina rizqlar xastarlamilar. Ular orasida endi biz bilgan, men bilgan yaratib boshlagan qoboq balishigina tugul, hatto qoboq qo'ynatmasi, qoboq montiyi, qoboq ish pishmog'i ham tog'analar avır itib aytilayotgan tag'in allanindi tamli rizqlar pishiralar ekan. Hemen dostlar bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam da qoboqni bik yaratgan ekan. Mana shunday hadislar bor. Bir zaman u bir rizq oshab o'tirganda, "Sen nindi rizq oshaysan, ey Allohning elchisi?" deb so'ragach, bu rizq sog'ishli yurakni nig'ita ham tinchlantiradi deb javob beradi. Ham u o'zining qoboq oshaganini aytadi. Shulay ikkinchi topqir so'rag'ashdan bizning eliga oshaytirgan rizqimiz qoboq, ham u bizning rizqimizni orttiradi deb javob bergan. Mana shu traditsiyalarni bizning Tatar xalqida davom eta bo'lib chiqa. Bu endi bizning qoboqni yaratuvimizga qaytib qoladi. Mening bugungi so'rovim do'stlar qoboq bilan beyli bo'lsa-da, bik g'adi, bik onsat men sizni bolashaq dunyosini chaqiram. Bolashaq ilini aytigizlar do'stlarim. Mana qoboqqa o'tirib yurgan multfilmning ismin yozib jibarigizlar, ham jingushiga bo'lak bo'lar. Demak, qoboqqa o'tirib yurgan kishilar suratlangan bizning bolashaqda qaragan multfilm ismi nechik ekan aniq?